bo'lyaptimi? Rahmat, yaxshi, Allohga shukr. Ertalabdan sabiz buzmaydi. Arzimaydi, endi baribir odam buziladi. So'z gapiga. O'sha xolasini uyida xohlagan gapini gapirishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aybekningiz yaxshimi, ishlab oldingizmi? Da. Ozgina vaqtim bor edi. Alloh barchani o'zi asrasin. Amin. Yangi video ishimisiz yo profil yangimi? Profil yangi. Siz ko'rganday bo'lib oldin qaysinikda yurardingiz? Yashil yurak. Ko'rganday bo'ldim. Adashmabman-da. Da. Video shiylik qilmaganman, Ishlari lekin yaxshimi? efir ochib o'tirardim, video shiylik qilmaganman. Ha, salom alaykum qilib o'tirardingiz. Tanishlar bor, yaqinlar bor, kelishadi, efirda o'tirishadi kecha. Bir o'tib ko'rardim ham. Boshqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qilaysiz. Shunaqa qanaqa ikkita? Shayx 60 ta, keyin New Yorkingda kirardim. Yaxshi. Nima gaplar? O'zi yaxshi yuribsizmi? Ishlar bilan charchamayman, zerikmay, uydagilar hammasi tinchmi? Kim bilan gaplashsam hamma shamollagan. Siz ham shamollabsiz. Endi Amirsoy kuchlilik qilibdi-da, yoqmabdi borib kelganim. Voy, agar ani Rossiya Moskvadagi qishlar kelsa nima qilasiz? Uydan chiqmay o'tirasizmi? Yo'q. Moskva u yoqda havosi boshqa, Bizdan O'zbekiston kuchli havosi bo'ladi. boshqa. Bab kuchli bo'ladi bizdan ularning sovug'i. Qishi bizdan kuchli. Borganman, 47 gradusda ham ko'rganman. Uydan chiqmagan bo'lsangiz kerak. Sahalinga ham borganman, sovuq joyga. Shu uydan chiqmay o'tirganmisiz sovuqligidan? Yo'q. Ishga borib kelganman. Qanday Rossiyaga borgan odam uydan chiqmay o'tiradi? Shunga hayronman-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Akmaljon. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Yo, Allohga shukr. Opani gapida ham jon bor. Meni bir oydan beri uydan chiqmay o'tiribman, xabaringiz keldaman. Nimaga? Nima chiqmayapti? Ish yo'q. Ish yo'q, red bo'lyapti. Ish topsa bo'ladi, red bo'lyapti.